Mana bu narsani qaranglar, o'zini va oilasini, yaqinlarini sog'ligiga bee'tibor bo'lmaydigan insonlar uchun hozirgi kunda o'sha havoni ifloslangan holatida toza havoda nafas olish maqsadida havoni tozalaydigan, namlantiradigan va chiroyli aromat chiqarib turadigan apparatlar sotiladigan joyga keldik. Bu apparatlarning xususiyatlarini sanaverasizmi? Assalomu alaykum. Bular hozirda ham очиститель воздуха, ya'ni havo tozalagich. Bular hozirda qanaqa yaxshi tomonlari bor? Biz hozir agarda uyimizda homilador ayollarimiz bo'lsa yoki-da nima desa bo'ladi, uyda uy hayvonlari, ya'ni mushuk, kuchuk sotib olib boqsangiz, ularni yungga to'kiladi. O'shanda har xil bakteriya yoki-da yomon kir narsalarni o'ziga yig'ib, xoningiz havosini kislorod bilan boyintirib beradi. Также bular namlantirib beradi, isitib beradi, har xil funksiyalari bor. Isitishi ham bor, ha? Buni trivad nomi yo'q, ha, namlantiradigan, o'sha tozalaydigan, aromat chiqaradigan yo'q, lekin двойной bor. Двойной nom bor, ya'ni isitib tozalab beradi. Isitib tozalab beradi. Aromat chiqaradi. Aromat chiqarib beradi. Именно aromatika bizda bu yerda filtrlari bor pastda. Filtrlarga suv qo'shasiz, o'sha suv bilan havoni namlantirib tozalab beradi. Narxlari haqida ma'lumot bera olasizmi? Eng arzoni qancha, eng qimmati qancha? Bular hozirda ko'rgazmaga olib kelgan narxlari bo'yicha aytadigan bo'lsak, bularni $280 aytyapti. Ya'ni eng arzoni qancha mana shu yerdagi? Eng arzoni $80. Aha, eng qimmati nech pul? Eng qimmati $120, $280. Ha, $80 dan $280 gacha. Ha, xonani katta kichikligiga qarab, narxlar o'zgaraveradi. Gap yo'q. Siz olgan bo'larmidingiz?